Voy maşallah. Hop, bu ovqatdan atını mı? Atını birgalikda sizlar bilan qo'yamiz. Hozir ichida no'marligini podrobni ko'rsatib o'taman. Elim 5'ini yok ettik ya. Mümkün emas ovqatlar tam yok ettik ya. Beğenmişsin? Voy maşallah. Nudayam palov bu? Xon palov bu. Bu 1 ga 1 palov. 1 kilo, короче, gapning qisqasi bu. Teraziga tarqana 1 kiloni, 1 kilo gashir, 1 kilo go'sht, so'm, laxim, 1 kilo servisi bo'ladi. Qazılar ham bor ekan. Qazilar u kiloni ichiga kirmaydi, u отдельный hisoblab. 3 soat vaqt talab etadi pishishini. Hurmatli negativlar, yani o'tirib baho solishtiradiganlarning diqqatini aytadigan bo'lsak, o'zingiz oddiy kalkulyator uraverasizlar. 350 gram qazisi, 20 dana bedana mayak, 1 kilo laxim go'sht. Hisoblab qolinglar, laxim go'sht baribir обычный suyakli go'shtdan bahosi отдельный yuradi. 1 kilo lazer birinchi bo'ladi buning ichida. Bu kebib ko'rishamiz. Bu endi jelaniya qarab, biz 6 odamga moslangan aslında 7 odam yesam bo'ladi. Bahası? Bahasi 360 ming so'm. 360 ning ichida nimalar bor? Qarang, shu 4 salati, noni bo'ladi, choyi halaganicha. Birinchi qarshi turib ko'ramiz bedana mayaklari bilan. Bismillah. Kuningdan bir kuning qasada osh ye, pulingdan bir kun qasada Saloni pomidor, o'zingizning tilda aytganda shimchi. Yani gap sizlar bog'lama 7-8 soatda pishatan ham, shaqirda pishatan suyaklar, shundalaydi, u palov qilib o'tib ketdingmi? Urganchga borib palov yeb kelmasin, bolalar o'zimiz ham kelib mana shunday narsalarni ko'rsin, yeb, ta'mdan bahramand bo'lsin deb o'zgachalik kiritib. Bu oddiy prostak palov emas, bu qozonda pishmaydi. Jo'roqlar bilan kelib, короче, bir buni ko'rib kerak, bu qani. Bedana mayak turasiz. Qozon urgandan so'ng nima bo'ladi? Xalq bildi uni. Hozir mumkin emas kuchli do'stsa, biz ikki o'tirib buni yalimiz 6 odamga mo'ljallangan ovqat. Xullas qisqa tushuntiradigan bo'lsak, ovqatning tarifi va tavsifi просто так degan ovqat, tamam. Urasan, tamam. Do'stlar bilan kelib turib, buni bir o'ltirib kerak. Ya aytgancha, shunday kuchli palovni birga yeb bilaman deb tag'in, bir yeyishni niyat etgan do'stlaringiz bo'lsa, komment qilishdan o'tini atmet ketib keting, o'zi bilib qo'ysin, shunday palov Berunida aynan dominantda borligini va videoni o'zini ham tashab qo'ying. Nima shunday? Dominant. Oldimizda, keyin boshqalarda. Eng jo'ski, eng mushkul ovqatlar dominant kafeda bo'ladi har doimda. Kelasiz, urasiz, ketasiz. Bo'ldi, mujiki, boshqa gap yo'q. Videoni жесткий ovqat turaman deb qo'ygan jo'ralaringizga berib qo'yaman. Buyog'ida sizlar podpisatsiya knopkasi chiqib turgan bo'lsa, ustidan bosib yo'qotib qo'ying. Sizlarga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.